Do'stlar, 2025-yil 20-may sanasida xudo xolasa Minecraft tukli shoftorlarni sizlarga ko'rsataman. 20-may sanasida xudo xolasa zo'r holatga kelgan. 2 ga 4 sxemada ekilgan bog'imiz kabelning sug'orish, kabelning har bir tupidan meva zo'r. Kaliber jihatdan hamma shoftorlar yengib chiqadi. 400-500 gram chiqadi xudo xolasa. Mevalar qaranglar. Hali pishib yetilgan yo'q. 12-15 kunda xudo xolasa pishib yetiladi. Tukli shoftorlarning ichida eng birinchi, eng ertaki pishadigan shoftorlar. Kaliber zo'r. Har bir tupida mevasi bor. Zo'r holatda. Nishonchli ko'chatlar bor. Murojaat qilaverasizlar, nomerlar profilda bo'ladi. Bir ko'rib mazza qilinglar. Qarang, mevani. Kaliber o'ta yuqori, o'ta. Maşallah, maşallah. Ko'chatlardan bor, murojaat qilaverasizlar, nomerlar profilda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da qiziq videolar chiqaramiz. Like, podpiskani ayamaysizlar, xudo xolasa. Bizni kuzatsalaring, eng zo'r, eng sifatli ko'chatlar ekasizlar. Ko'chatlardan olsalaring tavsiyalar beramiz. Hamma yo'g'ini qanday qilib ko'kartirish, meva olish, qanaqa dori sepish hamma yoqda tushuntirib boramiz. Xudo xolasa ko'chatlardan ekishlarni tavsiya qilamiz. Nomerlar profilda bo'ladi. Har bir tupida shuni